Assalomu alaykum quyosh qog'ozlari. Mana anchadan beri videolar qo'ymagandik. Mana quyoshlarimiz tulab, xudo xolasa ishlashga tayyor bo'lyapti. Turingenskiy satin. Mana kela urg'och samka tayyor bo'lyapti. Bir martadan ishlagan. Bunisi erkak. Erkak hali ishlamagan, yoshroq. Qoni boshqaligi uchun mana qo'shyapmiz. Bu yon boshdan bering. Buni mexi akalar, bu yonda mexi boshqacha bo'ladi. Norka sifat bo'ladi. Norka telpaklar ko'rgan bo'lsanglar, xudo xolasa sog'lom. Ko'rsatmang. Bunday oqmagan, xudo xolasa sog'lom. Rosa yetildi quyonlar. Ishlashga tayyor, xudo xolasa. Erkak. Mashalloh, go'zal. Erkagimiz chiroyligina. Xudo xolasa quyonlarni endi qo'shishni boshladik. Endi xudo xolasa ko'paytiramiz. Bu yoqda yana Rex gepardlarimiz ham bor. Qo'ying. Mana xudo xolasa bular bo'g'oz. Setkanaqa bo'lmay atrizini bermaydimi? Mana bo'g'oz, xudo xolasa mana madoning kirki. Inshaalloh. Bo'g'oz mana xudo xolasa bu dekabrda o'rtalariga tug'adi. Anonsi 1-dekabrga tug'adi deb turibmiz endi xudo xolasa. Qonlari ham kattami? Ochib olasizmi? İçine olayım-da. Mağda. Shoshilmang. Bo'yni yo'nalishida Rex nemis quyonlari, gepard. Qonlari katta qo'yganmi? Ha, katta. Tomog'ini tagi qanchalik oq bo'lsa, shuncha go'zal bo'ladi bu Rexlar. Gepardlar ayniqsa. Tepada yana olmay. Bitta setkasini ochib beradi. Ha. Doğrusu bunisi ham birinchi tug'ishi bo'ladi. Nasib bo'lsa. Go'zal. Buni ushlab ko'rgan odam biladi, mexlari juda go'zal bo'ladi. Keladi. Yo, erkagini olasiz. Gepardlarimizdan bitta ona quyon sotuvda bor. Turingenlarimizdan ham sotuvda bor. Xudo xolasa sotuvda bormi deb so'rarsa, işte urg'och. Urg'ochi bir kunda tug'ilgan ikkalasi. Ota-onasi bitta, lekin erkakda ota-onasi boshqa. Mashalloh. Xudo xolasa aloqaga chiqa olasizlar, quyonchilar. Birimizni quyonlarimizni birimizga ko'rsatib, oldi-berdi qilib, quyonchilikni rivojlantira olamiz, xudo xolasa. Manzilimiz Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani. Bemalol eshigimiz ochiq. Bizga bu qo'shimcha daromad, hobbi deydi-yu. Qiziqish, aya quyonchi yaxshi yuraydi, haqiqiy quyonchi bo'ladigan bo'lsa, gapimiz tugamaydi. Fikr almashib 1 soat, 1,5 soat bemalol gaplashishimiz mumkin. Sog' bo'linglar, xudo xolasa.